Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abdulkarim Rustamov. Bugun men sizlarga o'zim haqida gapirib bermoqchiman. ACCAdan oldingi hayotim, ACCA jarayonlari va ACCAdan keyingi qilib yurgan ishlarim haqida, hammasi haqida. Videodan maqsad o'zimni qanaqadir role model, idol qilib ko'rsatish emas hech qanaqasiga. Butun jarayonni to'liq pluslarini ham, minuslarini ham ochib berish. Shunchaki bu men bosib o'tgan yo'lni boshdan oxirigacha ko'rsatib beradi. Buni ko'rgan odam o'ziga tegishli xulosani chiqarib olsin. Videomiz uzunroq bo'lishi mumkin, lekin to'liq zanjirni tushunishingiz uchun boshidan oxirigacha ko'rish tavsiya qilinadi. Videoni xudo xolasa 5-10 yildan keyin o'zim yoki farzandlarim bilan birga ko'rib, flashback bo'lib, nostalgiya qilib, maza qilib, xullas o'zgarishlarni, bundan keyingi o'zgarishlarni ham qanaqa bo'lganini ko'rib bir eslash niyatida olyapmiz xudo xolasa. O'zim Buxorolikman. Buxoroda tug'ildim. O'sha yerda maktabda o'qiganman, kollejda o'qiganman. Oddiy maktab edi. Risoladagidek o'quvchi edim. O'sha vaqtlarni eslasangizlar, hammamizga lattadan maska taqilardi. U taqish uchun emas, zashita uchun emas, shunchaki komissiya kelganda ko'rish uchun edi. Ayni o'sha paytlarda avj olgan 2004-2008 orasida parranda grippi deydi. Shu bo'yicha faqat diktant yozardik. O'zimiz tushunmasdik, nima u o'zi, nima uchun kerak o'zi. Shunchaki yozardik. Darslarda ham asosan 6-sinfgacha 6 yil bahochi o'qiganmiz. 5 olish uchun doim qo'l ko'tarilardi. Hamma baho 5 bo'lishi kerak, hamma maqtash kerak. Shunaqa jarayon bo'lgan. Ortiqcha savol ham bermasdim. Va aytganimdek, eng muhim men uchun baho bilan faxriyorlik bo'lgan. 2007-2008-yillarda shaharchada tursak ham, o'sha shaharda kvartirada yashasak ham, yonimizda o'zimizni fermachamiz bo'lardi, kichkinagina. O'zimiz kvartirada turamiz, fermamiz 2 etajli bo'lardi. Ba'zan havasim kelardi. 6-sinfda o'zim uchun birinchi kasbimni ham tanlaganman. O'sha paytda ovqat pishirishga rosa qiziqardim va 6-sinfdagi tug'ilgan kunimda adashmasam, onam kitob sovg'a qilganlar. O'zbek milliy taomlari 3 xil tilda. Ingliz, rus va o'zbek tillarida. Va birinchi betiga o'sha nima deydi, muqovasini ichiga yozib qo'ygandilar. Bo'lajak chef-povar, restoran rahbari, bosh oshpazi Abdulkarim Rustamovga deb. O'sha payt niyatim shu edi. Oziq-ovqat yo'nalishiga o'qishga kiraman va oshpaz bo'laman degan. 2010-yil kuzda men uchun game changer, ya'ni juda ko'p narsani o'zgartirib yuborgan yil bo'ldi, fasl bo'ldi desam bo'ladi. O'sha yili bizning shaharda musiqa maktabi qurildi va ukam bilan meni olib borishdi. Ukam 3-sinf, men 7-sinfda endi boshlaganman. Ukamni fortepianoga olishdi, maktab bitirguncha bitiradi deb turib, lekin meni olishmadi, katta ekanman. Meni doiraga qo'yib olishdi. Va o'yladim, doira chalib menga nima foyda? Yoqtirmadim. Va undan keyin futbolga qo'yishdi. 3 martami qatnadim, yaxshi o'ynashni boshladim, lekin nimagadir undan ham olib qo'yishdi. Dekabrga kelib, meni ingliz tilidan kursga qo'yishdi. O'zim xohlab emas, men nima xohlashimni o'zim ham bilmasdim. Va hozir o'ylab qarasam, shunaqa bo'lish kerak ekan o'zi. Ya'ni bolaga qo'yib bering deyshar-ku. O'zi nima xohlayotganini bilish kerak, o'zi tanlasin, uni majburlash kerak emas. Bola bilmaydi-ku hali. Bolani har xil joyga berib ko'rib, sinab ko'rib, bolani qobiliyatini baribir ustoz ota-ona yaxshiroq biladi-da. Men shunga amin bo'lganman. Ingliz tili boshlandi xullas. Boshidan menga yoqmagan. Hozir meni tanigan deyarli hamma meni ingliz tili mutaxassis deb biladi-da. Lekin boshida menga ingliz tili umuman yoqmagan. Ayniqsa noto'g'ri fe'llar, irregular verbs hamma biladi. Yodlash vobshe yoqmaganligidan darsdan qochardim, bahona qilardim, kasalman deb, yo'q qilib. Shunaqa paytlar bo'lgan. Yig'laganman, kursga bormayman deb. O'sha paytda agar shu yig'laganimdan keyin kursga bormayman deb hammasini yig'ishtirganda bilan nima bo'lardi hozir? Nima o'zgardi? Ustozim Rizvon domla qanaqa o'rgatadilar? Ertalab xonalarga kirardim. Menga dars berardilar, 8larda o'rgatardilar va boshqa darslariga chiqib ketardilar. O'sha xonani qulflab ketardilar ustimdan. Men 11-12 gacha bitta o'zim bo'lardim yo'da. Meni chalg'itadigan hech narsa yo'q edi. Na bir kompyuter,
na bir telefon, qurilma. Kitobim va men majbur o'qiysizda. Xohlamasangiz ham o'qiysiz. 11:30-12larda ustoz keladi. Mendan yodlaganlarimni, o'rganganlarimni so'rab oladi va birga obedga chiqardik. Jarayon shunaqa davom etdi va 1 oy deganda menda yaxshigina o'zgarish paydo bo'ldi. O'sha paytdan bilimlar bellashuvi degan musobaqa tashkil qilindi. Hozirgi olimpiadani maktab bosqichidagi ko'rinishi. 7-sinfman, kursga borishimni hamma biladi. Shu uchun ham ingliz tilida meni chiqarishdi maktabdan. Demak, maktab bosqichidan men o'tdim. Shahar bosqichi bo'ldi. Bu viloyatdan oldingi bosqich. Shahar bosqichi o'sha yili bizning maktabda bo'ldi. Va baholaydigan juriylardan ham eng kattasi deb meni ustozimga berishdi, maktabdagi o'qituvchimga berishdi tekshirishga. Onam bo'ladi. O'zingizni o'qituvchingiz tekshirgandan keyin sizga yaxshi baho qo'yadi-da. Shahardan ham o'tdim. O'zim bilmayman qanaqa. Keyin viloyat bosqichi keldi. Ungacha tayyorlanish kerak edi. Ungacha nima qilardik? Bilamiz, 80 balli diktant bo'ladi va 20 ballik speaking bo'ladi. Asosiy fokus diktant bo'lgani uchun tekst yodlardim ko'pincha. Yodlab gapirib berishga, o'rganishga, ko'proq so'zlarning yozilishi, aytilishini mashq qilardim va o'sha paytda adashmasam Topics in English degan bitta kitob berishdi. Ustozim shundan har kuni bitta tekst yodlatardi. Va eng qizig'i, viloyat bosqichidan bir kun oldin menga sports degan mavzudagi tekstni yodlab keldik dedilar. O'sha tushib qoldi. Tushunishlaringiz uchun aytaman, kitobda 50 dan ortiq mavzuda tekstlar borda va men endi bir 4 tami 5 tasini yodlaganman, u ham randomly, tartib bilan emas. Va olimpiadadan bir kun oldin sports mavzusida tekstni yodlab bordim, aytib berdim. Ertasi kuni bilimlar bellashuvi, viloyat bosqichi. Diktant yozyapmiz. Diktantning mavzusi aynan sports bo'ldi. Tushunasizmi? Men bir kun oldin yodlab aytib bergan tekstni diktant qilib yozishimiz kerak edi. To'g'ri, o'sha paytda agar bu tekstni eshitmaganimda men yoza olmasdim. Oldin yodlamaganimda men umuman yoza olmasdim. Chunki birinchi marta unda ko'rdim, the article bor ingliz tilida. O'shani biz shu paytgacha the deb yodlardik. Masalan, the apple, the capital va o'sha diktantda d deb, ya'ni z emasda d harfiga o'xshab o'qilishini o'sha paytda ko'rganman. Uncha tushunmaganman, lekin menga qizig'i yo'q edi, chunki men tekst oldindan bilardim, yodlagandim. Va shu bilan viloyatdan ham o'tdim. Ya'ni qolganlar eshitib yozgan bo'lsa, diktantni men yodlagan tekstimni shunchaki yozib berdim bo'ldi. Bu ham men olmadim keluvdi. Respublikaga chiqdik va respublikada bo'lmadi, xullas, o'g'rindan bo'lmadi, chunki men levelim rostdan ham yetmasdi. O'zim bilardim ichimdan. Maktabdan shunchaki o'tdim, shahardan yordam berishdi, viloyatdan tasodifan omadim keldi. Lekin buni faqat men bilardim. Qolganlar uchun o'zi bo'ldi. Shu bola ingliz tilini yaxshi biladi, bo'ldi, shu eplaydi degan tushuncha shakllanib qolgandi. Va kichkina shaharimizda o'sha paytda ingliz tilini hamma meni bilardi. 7-sinf bolasiman. 8-sinfga o'tdik. Mana shu momentda ham yosh bo'lganman, ham nima deydi, bunaqa birdan mashhurlik deydimi, boshqacha ta'sir qilgan. Darslarga qatnashishni kamaytirganman, o'zimdan o'zim gerdayishda boshlaganman, manmanlik boshlangan o'sha paytlarda. Va keyingi etap bu men uchun 8-sinfdagi viloyat bosqichi bo'lgan. 8-sinfgacha yaxshi tayyorlangan bo'lganman, lekin ana endi men haqiqiy yuzimni ko'rdim, ya'ni viloyatda o'rin ola olmadim. Yani birinchi, ikkinchi o'rin olmadim, 3-o'rin oldim. Va o'sha paytda men uchun bitta zo'r insight bo'lgan. Birinchi marta o'zim uchun bilib olganman, katta ketish kerak emas ekan. Ya'ni level har doim sizdan yaxshiroq odam chiqaveradi. Eng zo'ri bo'lsangiz, boshqa xona bordir. Butun kvartirada eng zo'ri bo'lsangiz, mahalla bordir. Mahallada zo'ri bo'lsangiz, shahar bordir, chiqaverar ekan. Va bu jarayon to'xtamas ekan. Shuni men 8-sinfda tushunib yetdim. 7-sinfdagi birdan kelgan omad, 8-sinfdagi shunda nima deydi, betim bilan yerga tushganim, hammasi yaxshi dars bo'ldi. 9-sinfda men o'zimni kuchim bilan yana viloyatda birinchi o'rin oldim. Lekin bu paytga kelib, undan keyingi bosqich yo'q edi. Keyin kollej darslari boshlandi. Men litseyga emas, kollejga o'xshab kirganman. 13-yil singlim tug'ildi. Oilada, demak, 3 ta farzand bizam. Men, ukam va singlim bor. Singlim tug'ilgandan keyin
biz o'qiymiz, hali ishimiz yo'q. Kursga borishga niyat bor, lekin ozgina sharoit bo'lmagan uyda. Lekin ota-onam qo'ldan kelgancha hamma narsa qilib berishgan. Ukamni va meni o'qishim uchun. O'sha paytda hattoki onamlar bilan chuchvara tugib sotganmiz. Va bundan men hech uyalmayman. Darsda 25-yil adashmasam, qaysidir gruppaga, universitetga darsga kirgan paytim shuni aytib bersam, o'quvchilarim o'ylabdiki, men chuchvara biznesi bilan shug'ullanganman deb. Ya'ni tadbirkorlik qilib, chuchvaralarni tugib, uni sotib, do'konlarga tarqatib, katta biznes deb o'ylashganda, keyin menga savol berishyapti. Nimaga bu biznesni yopdingiz debdi. Lekin kulgim keldi. O'sha paytda katta biznes holatda emas edi. Lekin ham yaxshi daromad edi baribir o'sha. Kerak edi bizga. 2014-yil sentyabrda men IELTS darslarini boshladim. Kollejda 2-kursman. Buxoroda Genius English Coursesda ustozim Farhod Kadirovni, demak, qo'loslarida dars olishni boshladik. O'sha yerda men o'zimni eng pastki nuqtamni ko'rdim. Ya'ni boshqa shaharchadan eng zo'ri bo'lib kelyapman-da, bu kursga eng orqadan boshlayapman. Bu ham menga kerak bo'lgan. Va o'sha paytda ko'rganman, darsga borib turib, hammani qo'lida iPhone 4, 5, 5S endi chiqqan paytlar. Samsung Galaxy S3, S4, S5 chiqqanda yo'q bilmayman. Keyin maktabdan olimpiadaga qatnashib yurganman. Kollejda ham shunaqa niyat bor. Ustozim oldilariga borib turib, shunaqa niyatimiz bor, olimpiada boshlanyapti ekan, biz ham qatnashmoqchimiz deganimda, ustozim xursand bo'lgan va davom borda buni. Xursand bo'lganlarda, "Davay qatnashish kerak. Bizani o'quvchilarimiz birinchi 3 ta o'rinni emas, birinchi 10 ta o'rinni ham egallash kerak" deganlar-da. Va bu ham yaxshigina qattiq tekkan. Ya'ni tushunganmanki, men birinchi 3 talik uchun ko'rilmayman nomzod deb, shunchaki bitta kursni o'quvchilari 3 talikdan keyingi o'rinni ham egallayapti degan to'liq ro'yxat bo'ldi degan nima deydi? Chiroyli xabar uchun kerakligini tushunganman. Va buni ham men o'ylaymanki, ustozim ataylab aytganlar. Va juda ham xursandman hozirgacha. O'sha 14-yil tugab, 15-yil boshlandi. Kanikulga o'qishga kitob so'raganimda, ustozim menga Longmanning Grammar kitobini berganlar. Intermediate Grammar Longmanniki. Va bu meni grammatika tushunishimdagi, uni his qilishimdagi eng asosiy point bo'lgan deb ayta olaman. Ungacha tushuntirib ketaman sizga, levelim qanaqa edi. DTM testlaridan men 36 dan bemalol 34+ yecha olardim ungacha ham. Lekin grammarni his qilishim shu Longman Grammardan boshlangan. Hop, ikkinchi kursimizni demak bahorida olimpiada bo'ldi, viloyat bosqichi bo'ldi va unda men ichimdagi hamma alamlarni chiqarib va birinchi o'rinni oldim. Keyin 3-kurs bo'ldik va o'qishga topshirishga 1 yil qolganda men bir 5-marta matematikani boshladim. Juda ko'p ustozlarga borganman. Hammasida menda consistency yetishmagan. Doim 3 oy 4 oy o'qiyman, qolib ketardi. 3-kursimda noyabrda IELTS topshirdim, 7,5 chiqdi. Xursand emasman, chunki men 8 kutgandim. 7,5 dan eng past chiqdi-da. 7.25 chiqdi. Bilasizlar, IELTSda yaxlitlab 7,5 qo'yadi. Fizikani boshladim, chunki niyatim INHAga topshirish edi. Fizikani boshladim, uni ham eplay olmayapman. Xullas 2015-yilning kuzi oxiri. Bitta musobaqa bo'lib qoldi. Paytda YLDP deyilardi, Young Leaders Development Project. Shu tomonidan essay contest o'tkazildi va bunda respublika bosqichiga men chiqdim Buxorodan. Va respublika bosqichi dekabrda bo'ldi. Bordik, qatnashdik va yozgan essayim Small Things Make Big Difference adashmasam, ya'ni kichkina qadamlar katta o'zgarishlarga olib keladi degan mavzuda insho yozganman. Va shunga birinchi o'rinni berishgan va men o'zim haqli ravishda 2 million so'm yutib olganman. Bu meni birinchi yutib olgan, ishlab topgan pulim edi. Ingliz tili yaxshi tarafga qarab ketyapti, lekin matematika yana qolib ketyapti, fizika kirib ketdi. Inha niyatim bor edi, u ham tugadi. 2016-yil boshlandi. O'qishni bitirishimga sanoqli oylar qoldi. Matematika ustozim Ergash Begzod domla o'shidan maslahat so'raganimda, Abdulkarim, siz Westminsterga kiring, SSC o'qing,
Big Fourda ishlaysiz, auditda deganda. Juda prestijli ish deb tushuntirganlar. Bu paytda men Westminster haqida ham tushuncham yo'q, ACC haqida umuman tushuncham yo'q, Big Four nimaligini hayotda ham bilmayman. Shu narsa miyamda qolib ketgan. Va bilmayman nimaga o'sha paytda ustozim gaplari menga ta'sir qilganki, shunga amal qilganman. Bo'ldi. Demak, shunaqa bo'ladi. Demak, shu men uchun to'g'ri deb o'ylaganman. Fizikani to'xtatdim, matematikaga fokus qilishni boshladim. Bu safar endi Westminster uchun. Bizda Buxoroda bitta yaxshi an'ana bor. Siz bitta kursga pul to'laysiz-da, o'sha kursni xohlagan darsga kiraverasiz. Hozir qanaqa bilmadim, biz payt shunaqa edi. Ingliz tiliga masalan IELTS o'zimning gruppamga pul to'lasam, mendan keyingi, mendan oldingi gruppalarga, grammar gruppalarga bemalol kirib chiqaverardim. Matematika uchun ham men Westminster uchun tayyorlanayotgan bo'lsam, DTM matematika, YG matematika, Skanavi ishlaydigan Westminster va boshqa universitetlar uchun tayyorlanadigan matematika darslariga ham bemalol kirib chiqardik. Va bu narsa menimcha faqat Buxoroga xos bo'lmasa kerak, lekin bu yoqda ko'rmadim men. IELTS'imdan qoniqmagandim. 7,5 bilasizlar. 16-yil hech kimga aytmasdan 16-yilning boshida ro'yxatdan o'tib qo'ydim. Ya'ni martning boshiga men IELTS topshiraman deb yana. Tayyorlandim. Endi xayolingiz IELTSdan katta ball olish uchun bo'lgandan keyin boshqa fan ham qolib ketadi-da. Matematikani ham to'xtatib qo'ydim. 5-mart kuni topshirib keldim imtihon. Bu safar 7,62,5 shunaqa chiqdi. Ya'ni 7,68 deydimi? 7,5 ni eng balandi bu safar, lekin yana 8 ga yetmay qoldi. IELTS'im yana o'xshamadi aytganimda 2 marta 7,5 chiqdi. 8 kutgandim, sababi 8 o'sha paytdagi Buxoro viloyatidagi eng katta ball edi-da. 8,5 hech kimda yo'q edi va biladi, orzungiz ham shunaqa bo'ladi-da. Eng katta 8 ko'rganmisiz, demak, men ham 8 olaman deysiz-da. Eng yaxshisi bo'lish uchun. O'xshamadi bu ham. Olimpiadani eng oxirgi bosqichga yetib keldi. Ya'ni shuncha yildan beri qatnashib kelayotgan bo'lsam ham 3-kurs universitetga o'qishga kirishdan oldingi eng oxirgi olimpiada bu eng hal qiluvchisi. Sababi bu respublikada agar 3 talikdan bitta o'rinni oladigan bo'lsangiz, O'zbekistondagi davlat institutlarida grant asosida imtihonsiz o'qishga kirish imkoniyatini berardi. O'sha paytda bu juda katta imkoniyat edi. Va eng oxirgi bosqich, eng oxirgi nuqta yana viloyat bosqichiga yetib keldi. 3-kurs viloyat bosqichi. Bu degani, men yana fokusimni bir narsaga qaratishim kerak, matematika yana qolib ketadi degani. Xo'p, viloyat bosqichidan o'tdik. Matematikani to'liq to'xtatdim. Birinchi o'rinni olib o'tganimdan keyin endi menda 2 oy vaqt bor edi. Ingliz tilidan respublika bosqichi, eng oxirgi bosqich. Endi risk qildim. Matematikani to'xtatdim. Nima bo'lsa bo'ldi deb. Men shu 2 oy davomida qilgan ishimni aytib beraman sizga. Ingliz tilida IELTSdan boshqa imtihonlar ham bor. IELTS, TOEFL, CEFRdan boshqa narsalar bor. Masalan, FCE deydi, First Certificate in English. Bu B2 levelda bo'ladi. Keyingisi CAE bor, Certificate in Advanced English adashmasam, va oxirgi CPE. Bu CPE C2 leveldagi, demak, imtihon turi bo'ladi. Men shu 2 oy davomida mana shularni hammasiga tayyorlanganman. B2, undan keyin C1, undan keyin C2 ga. Qiynalib, shunaqa siqilardim. Lekin yodlaganman. Va 2 oy davomida analiz qilmagan inshom qolmagandi. Insho yozmasdim, shunchaki bor insholarni analiz qilib chiqardim. Chunki respublika bosqichida 70 ball bu testga va 30 ball inshoga berilardi. Va eng qizig'i, ingliz tilidan olimpiada o'sha paytlari bu xuddi Xitoy stol tennisiga o'xshaydi-da. Stol tennisiga siz Xitoyda birinchi o'rinni olsangiz, demak dunyoda ham olasiz-da. Chunki dunyoda eng yaxshisi Xitoy. Bizda ham ingliz tilidan o'zimizning kursimizda, ya'ni Genius'da birinchi o'rinni oladigan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan respublikada ham shunaqa levelga chiqasiz. Misol uchun aytaman, mengacha ham bir necha yildan beri o'zimizning kursdagilar birinchi o'rinni olib kelayotgandi. Va viloyat bosqichidan respublikaga chiqqan 3 ta birinchi, ikkinchi, 3-chi o'rin ham hammamiz bitta kursdan edik. Demak, men boshqalar bilan emas, o'zimni guruhdoshlarim bilan kurashayotgandim. Xullas, respublika bosqichi ham boshlandi. 2016-yil yoz. Va birinchi bosqich essay edi, 30 ballik essay. 30dan 27 to'rt qo'yishganda menga. Va xatoni ko'rsangiz, deyarli xato yo'q. Apellyatsiya berdik,
4 soat kutdik, bordik, unisi bilan gaplashdik, bunisi bilan gaplashdik, tushuntirdim kesimni va ballimni 0,6 ballga ko'tarib berishdi. Ya'ni 30 dan 28. Birinchi kundan keyin birinchi o'rinda turibman. Ikkinchi kun asosiy test. 70 ball beradi, 40 talik test. Agar mashqda siz 100 kilolik tosh ko'tarib yurgan bo'lsangiz va musobaqa 50 kilolik tosh bo'lsa, siz shunchaki bir qo'lingizda ko'tarasiz, o'ynab ko'tarasiz narsani. Menda shunaqa bo'lgan. Mashqda ishlamagan narsam qolmaganligi uchun va har qanaqa test qilib ko'rgan o'zimga, vokabularidan ham, vaqtdan ham IELTS insholarni 40 minutda yozadigan bo'lsam, 80 minutda masterpiece yozsa bo'lardi-da. Menda shunaqa bo'lgan olimpiadada. Va 40 ta savolni men odatda 40 minutda bitirib qo'yardim. Vaqt 2 barobar ko'p bo'lgani hisobiga men savollarni ishlab chiqishdan tashqari ularni 5 marta qaytib ishlagan har bitta savolda. Bu yolg'on emas qanaqasiga. Har bitta savolni qaytib ko'rib chiqqanman. Ichida listening bor, ichida reading bor, grammar bor, leksika, vocabulary bor edi. Va ballar e'lon qilishni boshlashdi. Olimpiadaning ikkinchi kuni, obeddan keyin 40 tadan masalan aytishadi, masalan kim nechta ishlaganini. Falonchi 30 ta, falonchi 27 ta, falonchi 33 ta, 34 ta. Men esim chiqmayapti-da. Ismimni adashmasam oxirgidan 3 ta oldin aytishdi. 42 ta o'quvchida 14 ta viloyat va shaharlardan 3 tadan o'quvchi kelgan bo'lsa ham 42 ta o'quvchi bor edi. Mana aytishdi 40 tadan 40 ta. O'zim ham shokdaman. Hozir yetkazib bera olmayotgan bo'lishim mumkin, chunki o'zim haqimda hammasini wow qilib burtirib gapirib berish qo'limdan kelmaydi. Va olimpiada tarixida 40 tadan 40 ta ishlagan, demak, birinchi o'zim bo'lgan ekanman. Va 100 balldan 98 ball bilan menga birinchi o'rin berishgan. O'shangacha hamma aytardi, olimpiada pul bo'ladi, kimdirlar $15,000, $20,000 pul beradi, yo'q. Menda unaqa sharoit ham yo'q edi. Lekin men o'zim uchun isbotlaganman. Agar haqiqatdan ham siz zo'r bo'lsangiz, pul ham hech narsa qila olmay qolar ekan. Ustozim doim aytardi, raqiblar pul bilan maksimal ball olishi mumkin. Ularga ball qo'shib berilishi mumkin. Lekin sen eng zo'ri bo'ladigan bo'lsang, seni ballingni hech kim tortib ola olmaydi. Ya'ni sherigingiz 100 bo'lsa ham, siz ham 100 bo'lishingiz mumkin-da. Eng yaxshisi bo'lsangiz, boshqasi pul beradimi, kimdir sotib oladimi, nima farqi bor? Siz baribir birinchi o'rin bo'laverasiz. Shu narsani isbotini men oxiri ko'rganman. Qarang, 7-sinfdan beri qatnashib kelyapman. 3-kursning oxiriga borib turib, men ham o'zim tayyor edim, ichimdan ham bilim jihatdan tayyor edim, ham sharoit shunaqa bo'ldiki, demak, favorable condition, favorable player, knowledge hammasi bittada qo'shildi, natija bo'ldi, birinchi o'rin bo'ldi. Va men diplomatiyada o'qish tanlaganman. Diplomatiyaga, grantga, imtihonsiz o'qishga. 8-iyun kuni matematikaga qaytib borganman. Qarang, pauzalar bilan qaytib bordim. Westminster imtihoniga 1 oy qolgan, gerdayib kirib borganman. Ustozim birinchi gap shunaqa bo'lganki, Abdulkarim, siz Westga kira olmaysiz deganlar. Men xafa ham bo'lmaganman, ishonganman, chunki rostdan ham matematika bilim unaqa zo'r emas edi. Lekin oxirgi 1 oyda nima o'zgardi desangiz, oxirgi 1 oy tayyorgarlikda hammada qo'rquv bo'lardi. Chunki Westminster imtihoni, undan keyin 1-avgust imtihoni, nima bo'ladi? Menda unaqa qo'rquv yo'q edi. Men o'qishga kirib bo'lgandim. Men o'zim uchun isbotlab bo'lgandim. Westminster o'xshamagan taqdirda ham men diplomatiya grantga kirganman. Undan status jihatdan hech qaysi jihatdan qolishmaydigan institutga. Mana shu confidence menga 1 oylik tayyorgarligimda ham, imtihonda ham qo'l keldi. Westminsterga topshirdim, Inhaga topshirdim, ikkalasidan ham 90% ishlab grantga kirganman. Endi tanlov bor edi menda. Avgustda kelib turib, Westminster ham grant, Inha ham, diplomatiya ham grant, qaysi biriga o'qishim kerak. Atrofimdagi deyarli hamma diplomatiya derdi. O'zimizda universitet, ham stipendiyasi bor ekan, nima qilasan chetkiga. Va o'sha payt bilasizlar, 2006-yil sentyabrda O'zbekistonda birinchi prezidentimiz vafot etib, demak, siyosatda o'zgarishlar bo'ldi. Bundan ham qarindoshlarim qo'rqishganda, nima bo'ladi? Westminster baribir Angliyaniki, siyosat o'zgaryapti, har xil narsa bo'lishi mumkin, tinchgina o'zimiznikidan qo'ymasin deb aytishgan. Lekin hali ham tushunmayman, nimaga aynan Westminster deganman, lekin ichimdan chiqib aytganman. Ya'ni men Westminsterda o'qiyman deganman.
hech narsa aniq emas. Stipendiya berilmaydi, bilasizlar. Westminsterdan keyin kim bo'laman o'zi, nima o'qiyman, hech narsa aniq emas. Lekin ichimdagi qarorim va uydagilarni qo'llab-quvvatlagan. Xo'p, 18 yoshlik bolaga ota-onasi odatda bunchalik ishonmaydi-da. Hozir ham. Mana ko'ramiz, o'quvchilar bir nima o'qimoqchi bo'ladi, lekin ota-onasi so'rashadi. O'zi yaxshi narsami o'zi bu? Bolam nima qilyapti? O'zi buni kelajagi bormi? Ya'ni farzandini qarorlariga ishonchsizlik bilan qarash borda hozir ham. Lekin menga to'liq ishonishgan va o'sha paytda olgan ikkinchi darsim, birinchi darsim 8-sinfda edi. Ikkinchi darsim eng qattiq stressdan keyin eng yaxshi natijaga kelish boshlargan. Masalan, matematika to'xtab qolayotdi, IELTS o'xshamayotdi, fizikani to'xtatib qo'ydim, risk qilib, polniy hammasi kirib ketish mumkin edi. Lekin bir nimaga ishondingizmi? Masalan, ko'p o'ylash yaxshi emas ekanda. Uni qilsammi, buni qilsammi? Hozir abituriyentlarda ham bu savol juda ham dilemma ko'p, studentlarda ham ko'p. Nima qilsam ekan, qaysi sohani o'qisam ekan, ACC o'qiymi, o'qimaymi, exemption olaymi, olmaymi, internshipga topshiraymi, topshirmaymi? I say just do whatever your heart wants to do. Chunki har doim ham baribir yuragingiz aytmaydi nima qilishni. Sinab ko'rasiz bir boshdan. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa why not? Learning bo'ladi ham. Hop, men 16-yil sentyabrdan Westminsterda o'qishni boshladim. O'qishdan ham oldin, o'qishim sentyabrda o'rtalarida boshlangan bo'lsa, men Cambridge o'quv markazida ishlashni boshladim. Bu paytda Cambridge'ni hozirgidek 18 ta filiali emas, balki bir dona joyi bo'lardi. U ham domna orasida oddiy joyda bo'lardi. Westminsterni sizga tushuntirib bersam, men Buxorodan keldim Toshkentga, Westminsterga. Birdan hammasi yaxshi joyga tushib qolasiz-ku. Hamma narsa idealda. Yashayotgan joyingiz ham, o'qiyotgan joyingiz ham, hamma sharoitlar bor. Kimligingizga hech kimning qizig'i yo'q. Sana hech kimga qizig'i yo'q. Siz kimsiz? Ismingizni ustozlar bilmaydi ham. Grantda o'qiysizmi, kontraktda o'qiysizmi, hech kim tabaqalanmaydi, label qo'yilmaydi. Universitetdamisiz yo'qmi, hech kim tekshirmaydi ham. Darsga qatnashyapsizmi, yo'qmi, formadamisiz, daftaringiz bormi, yo'qmi, nima qilyapsiz, o'zingizga bog'liq edi. Degan hamma sharoit bor edi. Va menga shu sharoit yoqib qolgan bo'lgan. 1 yil men Westminsterga moslashdim, maza qildim. Va deydi, o'zimni kelib olishim uchun hamma charchoqlar chiqib, student o'zimni talaba deb his qilishim uchun yaxshi imkoniyat bo'lgan. Lekin 1 yil o'tdi. Westminsterga grantga kirganimiz uchun work and travelga o'sha paytda ketish mumkin emas edi grantchilarga. Shu uchun 2016-17 o'quv yili tugadida, yozda men o'ylayapman. 1 yil Westminsterda o'tdi ketdi. Sezganim ham yo'q. Nimaga erishdim? Nimadir boshlashim kerak edi. Ispan tili boshlab ko'rmoqchi bo'lganman, kurs qimmatli qilgan. Keyin 3 ta sherik ACC boshlaymiz deganmiz. Ichimizdan bittamiz kursga borishni boshladi. O'sha paytda yagona markaz IBS bo'lardi, Yunusobod tarafda. Va o'sha paytda F1 nazariy bo'lgan paper, ya'ni men o'zim 6 kunda o'tgan paperni 1,300,000 so'mga o'qitishardi. Va unga ham sharoitim yo'q edi. Ham so'rasam, xuddiki buni slayd qo'yib, kitob ochib qo'yib, o'qib berishardi va ma'nosini tushuntirib berishardi, bo'ldi. Men aytdim, meni ingliz tilim xudoga shukr yaxshi, matematikam xudoga shukr yaxshi. Agar kimdir menga o'qib berish kerakmi? Shuncha pul menga kitobni o'qib berishi uchun 1,300,000 so'm berishim kerakmi deganman-da, o'zim o'qiyman deganman. Va nihoyat 2017-yil iyul oyidan boshlab ACC o'qishga, demak, kirishdik biz, boshladik. O'sha paytda Facebookda bitta tanish akamizni Diploma in Accounting biznesini ko'rib turib, shunaqa havas qilganmiz. Keyinchalik bilsak, bu diplomni F1, F2, F3 olgandan keyin berar ekanmiz. O'sha paytda bizlar uchun wow bo'lgan-da. Eng yaqin o'rtog'im bilan, do'stim bilan Westminsterda birga o'qiganmiz va birga shug'ullanganmiz ACC'ni ham. Universitetga borardik, sal qiyingina, hech kim yo'q, kutubxonada dars qilardik, obed qilardik. 9,300 so'm deb yozilgan. Greta bir 12,000 larga o'sha paytda 2 ta mastava, 2 xil garnir, qatiq va non yesak bo'lardi. Narxlar bu darajada arzon emas edi, lekin universitet oshxonasi shunaqa bo'lardi. Studentlar uchun iloji boricha sifatli ovqatni eng arzon narxda berishardi.
O'sha paytdagi exam fee'larni ham ko'rsatishim mumkin. Hozirgidan ancha arzon bo'lgan. Rasmlarimiz bor, yosh bo'lganman. Plan qilganman. Men doim plan qilib yurgan odamman. Shu paytgacha qog'ozga yozaman. Alloh taolo hammasiga yetkazyapti, Xudoga shukr. Planim bo'yicha hozir o'qib beraman. Avgustda F2 olishimiz kerak edi, bir oydan keyin. Xo'p, sentyabrda 2017 sentyabrda F3 olishimiz kerak edi. Oktyabrda F1, noyabrda F4. Qarang, bir oydan. Keyin dekabrda F5, martda F7, iyunda F6, 2018 sentyabrda F8 va 2018-yilning oxiriga kelib, men SSCdagi 9 ta paper tugatishim kerak edi. Plan shunaqa edi. Hop, SSC arzon turmasdi. Bilasizlar, hozir SSC arzon emas. O'sha paytda birinchidan SSC haqida ma'lumot o'zi kam edi. Hozir har xil kanallar bor, har xil blogerlar bor, SSC haqida targ'ib qilayotgan. Masalan, men uydagilarga, ota-onamga SSC haqida tushuntirishim oson bo'lmagan. Butunlay yangi narsa. Mendan oldin bu narsani kim o'qigan desa ham misol keltira olmayman. Nimaga erishsa bo'ladi, nima beradi bu, javob bera olmayman, chunki o'zim tushunmayman hali. Lekin uydagilar oxirigacha qo'llab-quvvatlashgan. Birinchi ro'yxatdan o'tish, initial registrationga va 3 ta imtihonda to'loviga va yillik obunaga deb pul so'raganman uydagilardan. Topib berishgan. Va afsuski 3 ta imtihon, registration, subscription to'lovi faqatgina bitta imtihonga yetgan. Bilasizmi nimaga? 2017-yil sentyabrda valyuta erkinlashtirildi. Bu degani bank hisobi bo'yicha 3000, 4000 bo'lib yurgan kurs birdan bozor narxiga qo'yib yuborildi-da. Kurs 7000 bo'lib ketib qoldi. Bu dollarniki edi. Funt ham birdan ko'tarilib ketib qoldi-da. Funt o'sha paytda davlat kursi bo'yicha 5000 lar yurardi. Keyin birdan 9000 mi, 8000 bo'lib qoldi. Ya'ni 3 ta paperga olgan pulim bitta paperga zo'rg'a yetdi. Lekin aytishim kerak, hozirgacha nimaga erishgan bo'lsam, nimaiki menga nasib qilgan bo'lsa, avvalo Alloh taoloning marhamati, keyin ota-onamni cheksiz qo'llab-quvvatlashlari, ukamning yordami, ustozlarimning bergan bilimlari bilan yuzaga chiqqan. Avgust oxirigacha prosta o'qib yurdik. Qarasak, men yozgan plan bo'yicha avgustda F2 topshirishimiz kerak edi. Avgust tugayapti, biz F2 ni hali tugatmadik. Shunda tezlashamiz dedik. O'qishimiz qanaqa bo'lardi? Men butun SSC o'qishimni aytib beraman sizga. Biz paytda Kaplan ham topish ozgina muammo edi. PDF-ni BPP bo'lardi. BPP ning kitobini olardik, chapterlarga bo'lib chiqardik. Chapterlarni beti ko'proq bo'lsa 2 kunga, kamroq bo'lsa 1 kunga o'qib o'rardik. Uyda o'qib turib, masalan, men bilan o'rtog'im alohida o'qiganimizda tushunmasak, men aytardimki, ertaga Sherzod tushuntiradi deb qo'yib ketardim. Sherzod ham xuddi shunaqa, bir joyga tushunmasa, Abdulkarim bilan birga o'qiganimizda tushunamiz deb ham qo'yib ketardi. Shu bilan biz to'xtab qolmaganmiz. Chapter o'qiymiz, misollarni ishlaymiz, tushunmasak, shunaqa ishlanar ekanda deb davom etaveramiz. O'qib unda ham tushunmasak, nima deymiz? Keyingi paperda tushunib olamiz deymiz. Agar umuman tushunishga iloji bo'lmasa, nima qilardik? Buni tushunmayapmiz, demak bu narsa mening imtihonimga tushmaydi deb hech qachon ko'ngilni tushirmaganmiz. Ya'ni bo'ladi-yu, tushunmayapman deb ko'pchilik pauza beradi, stop qiladi. Bizda u narsa bo'lmagan. Biz davom etaverganmiz. 2017-yilning kuzida, nihoyat sentyabrda F2 ni topshirdik. Keyin F3 boshlashni reja qildik, boshladik, o'qidik, financial accounting. F2 da oson bo'lmadi. Rosa qiynalganman. T-accountlarni shablonini shunchaki yodlashga harakat qilganman, ma'nosini tushunmasdan. Chunki ustozim bo'lmagan. Oktyabrda uni ham topshirib oldik. Keyin F1 paperi. Mana planim bo'yicha, mana avgust, sentyabr, oktyabrda 3 ta paper topshirishimiz kerak edi. Plandan orqada qolmaylik deb bittada F1 ni o'qib o'rganman va bu bo'yicha video ham chiqarganmiz. 6 kunda o'qib topshirganim haqida. Abdulkarim aka, bir haftada SSC olish mumkinmi? Iloji bor. Shaxsan o'zim SSC F1 paperini bir haftadan ham kamroq vaqt olganman. Shuning uchun ortiqcha to'xtalib o'tirmayman. F1 dan keyin biroz dam olganmiz 10 kuncha. Keyin SSC ni ayni tempaga chiqqan paytimizda F4 ni ham topshirib olganmiz 2 haftada. Ya'ni o'qishni boshladik, 14-kuni imtihon. Keyin qarasak, katta paperlar boshlash kerak, lekin kech qoldik biz. Bilmaganmiz-da.
imtihondan 1,5 oy oldin ro'yxatdan o'tish kerakligini. Endi dekabr imtihoni ketdi. Keyingi imtihon martda bo'ladi. Ungacha bir g'ayrat bilan Westminsterdagi semestrni ham yopib oldik. Endi nima qilamiz? Orqada qolyapmiz deb kelishib, ikkita paper topshiramiz deganmiz, F5 va F7. Bizlarni ko'pchilik qaytargan. Bo'lmaydi, fail rate juda ham yuqori F7 dan, F5 dan ayniqsa deb o'sha payt ham aytishardi. Hozir ham aytishadi. Lekin bizga aynan shu kerak edi. Ya'ni bizga kimdir qila olmaysan desa, o'shani isbotlab qila olsak, biz uchun yutuq edi bu. Yosh yigitchalar bo'lganmiz. Pulni ham uydan olganmiz. Ayniqsa subscription to'lovi kelib qolgan va ikkita katta paper to'lovi. Kichkina pul emas edi. Pulni uydagilardan olganim uchun ham ularga mana shu pulni topib berish oson bo'lmaganini o'zim bilganim uchun ham yiqilishga haqqim yo'q edi. Yanvardan o'qishni boshladik. Yanvar, fevral, martda boshladi imtihon. PM F5 yaxshi ketyapti. FR, F7 rosa qiynayapti, chunki F3 qiynagan meni. 2 kun ketmagan imtihon topshirdik. Imtihon oldidan ham stressni men aytib bera olmayman sizga, chunki imtihon haftasida menda ham ikkita imtihon, SSC'ni katta imtihonlardan birinchi imtihonlarimiz. Ham ikkita topshiryapmiz, ham yaxshi o'qimaganmiz. Ham o'sha paytda Westminsterdagi midterm imtihonlari haftasi kelib qolgandi. Hammasi birdaniga. Studentchilik ko'p piyoda yurardik. Biz paytda imtihonlarni paper based topshirishardi va imtihon faqat Business Centerda bo'lardi, Bodomzorda, Yunusobodda. Va u Westminster yotoqxonasidan piyodali yo'l, 20 minut yurasiz piyodaga. O'sha paytda o'zimizga motivatsiya berish uchun aytardik, hozir qaysi avtobus kelsa, o'shani raqami bizning balimiz bo'ladi deb. Qiziq-a? Bu omadam deb bo'lmaydi, chunki bilardik 3 ta avtobus o'tadi. 10, 85, 88. Va yana bilardik 10 avtobus juda ham kam o'tardi. Asosan 88, keyin 85 o'tardi. Shunda umid qilardik. 85 o'tib qolsa, ana 85 olar ekanmiz deb o'zimizni xursand qilardik. Imtihon kirib chiqdik. Imtihon yomon bo'lmadi, lekin imtihonda rostini aytaman, FR imtihonida, F7 imtihonida bitta hisobotni qila olmaganman. Umuman qila olmaganman. Ya'ni boshlab qo'yib emas, qanaqa boshlashni ham bilmaganman. Lekin imtihondan o'tganman. Imtihondan keyin bitta katta xato ish qilganman. Umrimda birinchi marta boshqa birovga kurs ish yozib berganman. Rosa pul kerak deb o'ylaganman o'zim. Yozib bergan kursavoyimiz fail bo'lgan. Pul bergan odam uyimizgacha kelgan. Pulni so'rab, unga pulni qaytarib berganmiz va shunda tushunganmanki, xato ish qilsam sirazi bilinib, sirazi demak oshkor bo'lyapti. Xato ish qilishim kerak emas ekan. O'sha paytda boshladik, bir marta qilib ko'rdik, ta'zirimizni yedik, parod bo'ldik, pulni qaytarib berdik, boshqa qilmaydigan bo'ldik. Bu ham lesson bo'ldi menga. Aprelda qarasak, bundan ham o'tibmiz. Bizda 6 ta paper bor o'zi. Keyingi imtihon nima qilamiz deb o'ylab tekst topshiramiz. F6 topshiramiz dedik. F6 paperi 1000 betdan ortiq bo'lgan kitobda bu. Soliq kitobi. Soliq desa qanchalik zerikarli narsa xayolingizga keladi. UK Tax undan shuncha ko'proq zerikarli. U ham qiziq bo'lgan. Boshida 18-yil, demak bahorni gapi. Birinchi 14-yil kitobi chiqqan. Bir hafta o'qiganmiz. Keyin 16-yil kitobi chiqqan, yana bir hafta o'qiganmiz. Mayni 11-siga kelib turib, eng oxirgi syllabus tekst bo'yicha 2018-yilning kitobini topganmiz. O'qishni boshladik. Undan ham rosa qiynalganmiz. Oxirgi 10 kunda hamma narsani demak risk qilib, yig'ishtirib, tekstga fokus qilib imtihonni o'tganmiz. Soliq imtihondan keyin ozgina cooling off period bo'lgan, ya'ni ozgina dam olaylik, charchadik degan narsa bo'lganda, iyul oyi shunchaki o'tib ketgan. Lekin bizning plan ACC'ni imkon qadar tez tugatish edi. Sentyabrda 2 ta imtihon topshiradigan bo'lsak, bu bizlar uchun rekord bo'lardi. Va risk qilib eng oxirgi 2 ta paper F8 bilan F9 ro'yxatdan o'tganmiz. Va topshirishdi endi iloji yo'q. Admin qilib bo'lmaydi. Bir topshirish kerak, qutulish kerak bo'ldi. Avrida o'qiyapmiz, tushunmayapmiz. Financial management yomon ketmayapti. O'sha paytda menga yordam bergan Open Tuition'dagi Ken Garnett degan ustozning videolari bo'lgan.
audit paperni tushunishda, savollarga javob berishda shuni texnikalari, aytgan maslahatlari, gaplari menga juda zo'r ta'sir qilgan. 7-sentyabrgacha men o'zim imtihon topshirib bo'ldim. 1 yil oldin sentyabrning o'rtalarida boshlangan proses 1 yil bo'lmay turib 9 taga yetdi. Va ikkita paperdan ham topib yurib bo'lganman. Bo'ldi, tugadi. Ikkinchi marta boshlandi yana mashhurlik deganday gaplar. Yana o'zimga ketib qoldim desam bo'ladi. Hamma universitetda 3-kursda endi boshlaganmiz, 9 ta paperimiz bor. Wow, hamma zo'rsiz deydi. Yaxshi emas ekan shu narsa. 9 ta paperdan keyin pauza olamizmi degan fikr ham kelib qoldi. O'zi pul tayyor edi. 9 ta paperdan keyin ketini uzmasdan P levellarni o'qiymiz degan. SBL degan paperga to'lab ham tayyor, kitoblarni chiqartirib olganman, o'qishni boshlaganman. Lekin aynan o'sha paytda nimagadir men boshqalarning fikriga e'tibor berdim. Ya'ni P levellarni ish bilan birga, tajriba bilan birga topshirmasa tushunmaydi, befoyda bo'ladi degan gap ta'sir qilib qoldi-da, to'xtadim men ham o'sha paytda. 2018 sentyabrda meni SSC 9 ta paperni eng tez olganimdan keyingi jarayon to'xtab qoldi, bo'ldi. Bu yog'iga dam oldik va o'zimni ruhiy holatimga ko'proq e'tibor beradigan bo'ldim. Spiritual well-being deydimi? Keyin bu orada Markaziy bankdan stipendiya yutib oldim. Ya'ni amaliyot o'tash va stipendiyali amaliyot. 2019 keldi, bahor, yoz, jimat tayyorlanishni boshladik. Niyatimiz iloji boricha tezroq o'qishni bitiramizda Amerikaga ketamiz degan niyat bor edi. Markaziy bankda amaliyotni boshladik, buxgalteriya bo'limida qilgan asosiy ishlarim bu banklar uchun, demak, o'sha paytda endi avj olgan IFRS, ya'ni moliyaviy hisobotlarning xalqaro standarti bo'yicha nima deydi, taqdimot qilib berishdi asosiy ishim. Bu uchun bizga har oy stipendiya berishardi. Endi hozir ham bor. Hozir 500 so'mlik kupyura topish juda ham qiyin-ku. Deyarli yo'q muomalada. Menda hali ham turibdi yangi ikkita 500 so'mlik kupyura. Ya'ni stipendiyamdan ichidagi ikkita 500 so'mlik edi bu. Markaziy bankda amaliyot o'tab tushunganmanki, bu yerda juda kuchli miyalar ishlaydi, juda aqlli, bilimli insonlar ishlashadi. Lekin menga ularning ish rejimi yoqmagan. Ya'ni ish ertalabdan kechqurungacha, u yog'i endi maza qilib 6 dan keyin dam olish degan narsa orzu bo'lib qolsa kerak. Shu narsa yoqmaganligi uchun men o'zim uchun demak tik qilganman. Ya'ni universitetni bitirganimdan keyinchalik masalan 5-10 yildan keyin ishlashim mumkin, lekin institutni bitiriboq men davlat sektorida ishlamayman degan o'zimga o'zim gap aytib qo'yganman. 19-yilning yozi keldi, уже jimat topshirdim, 690 chiqdi va bundan xursand emasman. 690 chiqqani xuddi IELTSdan 7,5 chiqqani bilan barobar. Keyin dam oldik, bitta musobaqa chiqib qoldi, Markaziy Osiyo yoshlar amaliyoti degan. Butun Markaziy Osiyodan 6 kishini olishdi, ichida men ham bor edim. Yozgan essaylarim, qilgan proyektlarim bilan demak yaxshi o'rin oldim. Va bu 3 haftaga Gonkongga pulli va hammasi qoplanadigan amaliyot edi. Va o'sha uchun zagranipasport tayyorladim-u, lekin keta olmaganman. Bilmayman nimaga. O'sha paytda xabarlarda Gonkong bilan Xitoy urushib, ozgina fuqarolik urushlari bo'lib yurgan paytlar edi. Shu uchun bilmadim, risk qilmaganman, ya'ni keta olmaganman. Keyin 4-kursimiz boshlandi. Niyat hammasi, o'zi fokusimiz faqat chetga ketish bo'lgan. Institut bitirish, yaxshi baho bilan chetga ketish bo'lgan. Jimat qayta topshirdim, 700 chiqdi. Bu xuddi ikkinchi marta 7,5 topshirib, 7,5 ni eng yuqorisini olganda gap edi. O'zgarish yo'q. Asosiy ishimiz shu applicationlar, intervyularga tayyorlanish, universitetni bitiryapmiz, endi social life ga ham qarashimiz kerak deb turib ko'proq mitinglar qilardik. Shu bilan o'tib ketdi. 2020 boshlandi, intervyulardan o'tdik, ularning javobini kutish kerak edi. ACC qarang, 2018 sentyabrdan bu 2020 keldi ham, umuman esda ham yo'q. Tamom. Keyin Covid boshlandi. 4-kursni oxirini biz onlayn bitirganmiz. Universitetni bitirib oldik. Topshirgan institutlarimdan deyarli hammasiga qabul qilindim, lekin grant masalasida
faqatgina Jorj Washington universiteti yaxshiroq grant berdi. Men bor yo'g'i har semestrga 6 mingdan berishim kerak bo'lib qoldi. 6 ming dollardan. Covid paytida uydamiz, hech qanaqa ishim ham yo'q. Umuman ilojim yo'q edi bu pulga. Ya'ni bu kontraktni to'lash uchun menda hech qanaqasiga sharoit yo'q edi. Men atmen bo'ldi. Bilasizlar, Covid bizaga karantin bo'lishi 2020 martdan boshlandi-da, bu yog'i kuzgacha davom etdi. 2020 yoz universitetni bitirganman, ishim ham yo'q, uydan chiqa olmayman ham, hech narsam yo'q. Shunda bir do'stimning uyiga borgandim. Shunaqa taqdir qilgan ekan, o'sha do'stimni singlisiga men dars o'targan bo'ldim. Summasini ayta olmayman, lekin nominal summa deydimi. Men ularni uyiga borib o'taman. Haftada 3 marta individual dars o'taman, IELTSdan dars o'taman-da. Taxminan hozirgi 1 soatda oladigan pulimni 25%ni deylik, bu yoqda 1 oyda olaman. Shunaqa moment bo'lgan. Nimaga rozi bo'lganman? Shunchaki yordam bermoqchi bo'lganman. Ya'ni men uchun o'sha paytda qancha bersa ham ahamiyati yo'q edi. Shunchaki yordam bermoqchi bo'lganman. Va o'sha o'quvchim mana hozir ayolim bo'ladi. O'sha paytdagi o'quvchim nima deydi? O'zimga o'zim investitsiya qilganman desak bo'ladimi? I don't know how you call it. 20-yilda ikkinchi marta chetga chiqish imkoniyati bo'lganmanda. Gonkong o'zim atmen qilganman. 20-yili Jorj Washington sharoit to'g'ri kelmadi uchun atmen qildik va Malayziyadagi islom moliyasi bo'yicha magistraturaga o'qishga topshirgandim qishda. Yozga kelib turib aytishdiki, grant uchun intervyuga chaqirildingiz deb. Intervyu bo'ldi. Intervyuda men ACC o'qishim kerakligini, davom ettirishim kerakligini yana ham tushunib yetdim. Buni boshqa podkastlarda, intervyularda aytganman. Ya'ni men ACCni butunlay esdan chiqaruvdim o'sha. Lekin mana hozir 26-yil iyunga kelib turib, bugun o'qib qoldim. Bitcoinlar bo'yicha fatvo va nihoyat e'lon qilindi. Nimaga shuncha vaqt oldi? Bitcoin necha yildan beri bor desangiz, har bitta moliyaviy instrumentni islomiy variantini chiqarish, unga to'g'ri fatvo berish uchun siz nafaqat shariatni, nafaqat islomiy bilimlarni, balki zamonaviy moliyadagi shu g'arb moliyasi deymizmi, ishlaydigan tizimni ham bilishingiz kerak bo'lardi. Menga o'sha InSafe intervyusidagi professorni shu gapi ta'sir qilgan. Ya'ni ACCni davom ettirishim kerak ekan degan turtki bo'lgan. 100%lik o'qishga qabul qilindim Malayziyaga. Ketsam bo'lardi, lekin yana keta olmadim. Yana oilaviy qaror qildik. U yoqqa boraman, nima bo'ladi, risk qilishga qo'rqdim balki. Uni o'rniga Westminsterga, demak, biznes analitika yo'nalishiga, demak, mastersga topshirdim va kirdim o'qishga. 2020 kuz o'qishni bitirganman, karantin tugadi, Toshkentga qaytib keldim va o'zim oldin ishlab yurgan IELTS o'quv markaziga IELTSdan dars berib yuribman yana. 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi, 3-oy miyamda jang ketyapti o'zim bilan o'zim. Men Westminsterda o'qidim 4 yil, moliyani bitirdim. Ishlab ko'rdim, amaliyot qilib ko'rdim, ACC qualification oldim. Men nima qilib yuribman IELTSda dedi. Nima qilib yuribsan Abdulkarim degan savol berganman o'zimga. Va IELTS o'qituvchi bo'lmayman baribir deb qaytmoqchi bo'lganman o'zimning industriyamga, ya'ni moliya bo'yicha. AKFAga topshirdik, hujjat topshirdim va ochiq aytaman, o'sha paytda ACCni deyarli esdan chiqarib o'rganim uchun ham oddiy pravodga bera olmagan paytim bo'lgan. Intervyuda savol berishgan. Tovar sotilganda yoki sotib olinganda qanaqa pravodga beriladi deganda nima deganman? Sotilganda debit cash deganmanda, credit sales deyishning o'rniga inventory deganman. Ya'ni noto'g'ri emas aslida, lekin juda to'g'ri ham emas-da bu. Shu darajada esdan chiqqan bo'lgan. Va u yoqdan отказ bo'lgan va 1 oydan keyin strategy and planning bo'limiga ishga olishgan baribir. Boshqa savol-javob, boshqa tayyorgarlik bilan. Meni AKFAdagi birinchi oyligim 4,5 million so'm bo'lgan.
Buni eshitayotgan ko'pchilik, yo'g'e deyishi mumkin-da. Hozirgilarning expectation juda ham balandda. Bitirganda ACC sertifikatlari bilan qancha olish mumkin? Har xil summa olish mumkin. Aniq summa yo'q hech qayerda. Men 4,5 million so'mga rozi bo'lganman. Chunki menga bu oylik qotib qoladi deyishmaganda, menga 2 oydan keyin natijangga qarab turib oylik bunchaga oshadi. 5 oydan keyin mana bu summaga oshadi deyilgan va'da bor edi. Menga o'zimga to'liq yo'lni ko'rsatib berishgani uchun men rozi edim. U tajribaga, u komandaga, u ish protsessiga men shu oylik rozi edim. Va 4,5 milliondan boshlandi. 2 oydan keyin 6 million ko'tarildi. Yana 2 oydan keyin 7 million ko'tarildi. Va Akfa yordami bilan men P-level imtihonlarini topshirishni boshladim. Endi qarang, shu yerda yana bitta knowledge bo'ladi. 2018 sentyabrdan 2021 martgacha menda shuncha period, 2,5 yillik period bor. 2,5 yil menda shunchaki qolib ketdi. ACC o'qiyotgan bo'lsangiz, raz niyat qildingizmi? Boshlayman, topshiraman deb topshirishni boshlayapsiz, imtihondan o'tyapsizmi? Pauza qilmang. Kim nima desa ham pauza qilmang. Chunki menga juda ham og'irlik kelganda, ham ishim bor endi, ham qiynalyapman. Oldingi knowledge'im esdan chiqib ketib bo'lgan. P-levellardan o'tish ancha qiyin bo'lgan menda. Bir tempga chiqganingizdan keyin ACC'ni oxiriga yetmaguncha to'xtatmang, keyin to'xtatasiz bemalol. 21-yilda, demak, butun 4 ta sessionda 4 ta imtihonimni topshirib, hamma P'larni yopganman. Va 2021-yil men uchun ikkinchi turning point bo'lgan. O'sha paytda ham kvartirada yashardik. Domda, hovli emas. Men bor, ukam bor, uylanadigan yoshga yetib qolgan va hovliga chiqamiz degan niyat bo'lgan. 2021-yilning yozida menda ikkinchi eng katta turning point bo'lgan. O'sha paytgacha domda turardik kvartirada va hovliga chiqamiz endi, to'y qiladigan paytam kelib qoldi deyishganiga qarasam, uydagilar ko'proq ishlashyapti. Ko'proq nagruzka olib ishlashyapti, qo'shimcha ishlashyapti. Men esa ertalab Akfaga boraman, kechqurun qaytaman. O'ylaganman, nima qo'limdan keladi meni? Akfaga ishlashdan tashqari yana nima qila olaman daromadimni oshirish uchun? O'ylab dars berish, onlayn dars berish varianti demak yaxshiroq tuyulgan menga. Va boshlaganman darslarni. Grantlar o'zga birinchi e'lonimni berganman. O'sha paytda adashmasam 150 ming so'mga e'lon qo'yganmiz. Men shu 150 ming so'mlik rasxotim bir kunda o'zini oqlagan. Bir kunda puli chiqqan o'zini. Ertalab sahar 6 da F2 guruh ochganman va kechqurun 8 da jamoat guruh ochganman. Orada Akfaga borib kelaman. Maqsadim nima bo'lgan? O'sha paytda o'zimdan ozgina ortib bo'lsa ham, men shu onlayn qo'shimcha ishimdan topayotgan pulim meni ijara to'lovimni $80 $90 shuni qoplab bersa bo'ldi edi. Niyatim shu bo'lgan. Shu bilan boshlanib ketdi. Demak, men ACC'da 11 ta paper topshirganimdan keyin onlayn dars berishni boshladim. Kuzda demak, o'zimni 12-paperimni ham topshirdim. Oyligim 9 millionga ham chiqdi. Va o'sha paytda ACC o'quv markazlarini ba'zi e'lonlarini metroda ko'rish boshladim. Juda ham noto'g'ri e'lonlar bo'lardi yo'qda. ACC o'qing va 1 yildan keyin diplom oling degan narsalarni. ACC o'qib diplom olish mumkin, to'g'ri. 2026-yilgacha Oxford Brookes universiteti diplom berardi. Qanaqa bo'ladi u ham? 9 ta paperni topshirib olasiz, undan keyin 2 ta session bor, noyabr va may oylaridan bittasiga siz diplom ishini yozib topshirsangiz, sizga diplom berardi. Lekin bu degani ACC o'qiganingizdan keyin 1 yil ichida diplom olasiz degani emas-da. Eng tez harakat qilganingizda ham bu 1,5 milliondan oshib ketib qoladi. Va birovni o'rniga diplom ish yozib berish, birovni o'rniga imtihondan o'tib berish degan narsalarni tez-tez eshitganim uchun ham menda qanaqadir ichimda yolg'on narsani to'g'risini yetkazish degan niyat shakllanib boshladi. 2021 oxiri, 22 boshi men dekabrda oxirgi 13-imtihonni ham topshirdim. ACC affiliate bo'ldim. Affiliate degani imtihonlarni topshirib bo'lgan, staji 3 yilga yetmay qolgan hali degani. Oxirgi imtihonimdan keyin men aniq qaror qildim. Ya'ni men o'qituvchi bo'laman. Men ACC o'qituvchisi bo'laman.
va butun O'zbekistonga eng to'g'risini aytaman, rostini aytaman, yolg'onlarni hammasini demak yolg'onligini ko'rsatib beraman degan niyatda dars o'taman deganman va Akfadan ketishimni aytganman. 2 oy oldin aytganman. Ya'ni men fevral oxirida Akfadan ketaman deb. Bo'ldi. Akfadan ketdim. 2022 ni martidan boshlab turib men Darxonda hozir buzilib ketdi joy. O'sha yerda bitta xonani, kichkina xonachani do'stimni xonasini arendaga olib turib dars o'tishni boshladim. YTT bo'lib, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib boshlagan birinchi ishim shu bo'lgan. Ishim yo'q. F7 gruppa bilan boshladim ertalab, lekin ikkita darsdan keyin to'xtatganman. Sababi meni o'zimni levelim yetmasdi u payt F7 o'tishga. Ishonmasligingiz mumkin. Men hozir borini aytyapman. F9 gruppa ochganman, 3 ta studentim bo'lardi. F8 dan bitta bola o'qitganman, individual, va F9 dan ham bitta revision bola o'qitganman. Endi bu 2022 bahorning gapi. Lekin 22 ni boshida, bahorning boshida men endi 10 kun bo'lganda SSC dars berish boshlaganimga to'satdan bir jarrohlikka borishim kerak bo'lib qoldi. Operatsiya bo'ldim va yana Buxoroga qaytdim. Yotibman Buxoroda operatsiyadan keyin. Hamma yog'im og'riyapti. Akfadagi fix salaryga bo'lgan tayyor ishimdan ayrilganman. O'zim ishdan bo'shaganman. Bu yoqdan kurs o'taman desam, talab bo'lmayapti. Talab bor narsaga mana levelim yetmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Yotibman, mazam yo'q. Ana o'sha paytda video dars yozish ideyasi kelib qolgan o'zimizda va F1 bo'yicha dars yozishni boshlaganman. Hozir eslasam juda oddiy dars bo'lgan, lekin o'sha payt uchun ham wow bo'lgan aslida. F1 dan dars yozishni boshladim. Bu mening birinchi darsim bo'lgan. 3 oy davomida o'zim har kun so'kardim. Nima qilasan Abdulkarim, ishdan ketib, nima qilding, nimalarni boshlading? 9 dan 6 gacha ish tugab 24:70 ga o'tganman. Chunki oson bo'lmagan. Bitta bola kelsa ham o'tganman, ikkita bola kelsa ham o'tganman, nima desa ham, qaysi paper bo'lsa ham o'tganman. Qo'limdan keladi deb o'zimni isbotlamoqchi bo'lganman. Ustozimni, bitta boshqa ustozimni maslahatlari bilan Instagram ochganman. O'zi rosti ijtimoiy tarmoqni juda yaxshi ko'rmayman o'zim, ayniqsa Instagramni. O'zim ham har doim aytib kelaman, men Instagram odam emasman deb. Instagramga mos gapira olmayman, yurakdan chiqmaydi. Harakat qilishim mumkin, o'zim xohlagan narsa bo'lmaydi narsa. Va Instagram ochgandan keyin video qo'yaman deb bir ikkita videolarim bor. Mana shu yerga qo'yib olsak bo'ladi. Uyda dabdala videolar bor-da. Va pisi dabdalalar bor, qo'yaverish kerak uni. 20 sekund, 30 sekundlar bor. Men naq qilganman-da. Assalomu alaykum. I am Abdul Karim Rustamov, the owner of this channel. Today I would like to talk about the reasons why I opened this channel, my long-term ambitions about SCCA, and what this channel can offer to you guys. Aha, telefonam Redmi, telefonam Redmi. Men bu yoqimda mikrofon ulangan, lekin mikrofon ishlamas ekan unda. Petlichka. Ishlamaydi. Men o'ta sekin, o'ta robotdek gapirganman o'sha paytlar. Nima demoqchiligimni ham esimdan chiqib ketgan, ko'rsatib qotasiz. Xullas sinab ko'rganman. Yemagan, lekin baribir sinab ko'rganman. Videolar yozishni boshlaganman. F1 dan keyin F4 dan darsni yozishni boshladim. Offline dars beryapman. I was doing absolutely everything. 22-yil yozda ukam uylandi va o'shanga Buxoro bordim. To'ydan keyin keldim. Yana yangitdan boshlashim kerak edi. Endi sal boshqacharoq edi. Darxondagi joy buzilib ketdi. U yoqda Navoslarga qurilish kerak edi. Yangi joy olishga sharoitim yo'q hali ham. Nima qilganman? Ikkita o'quv markazida ishlaganman. Rejimni aytib beraman sizga. Ertalab sahar 6 da F2 dan management accountingdan onlayn gruppam bor. 2 soatlab bo'ladi, 1,5-2 soat. Keyin zavtragimni qilamanda sraza taxationdan F6 dan onlayn gruppam bor. Gruppa deganda 2-3 kishida. Keyin obedlarni tayyorlaymanda ketaman Yunusobodga, Chilonzordan Yunusobodga ketaman. Bitta o'quv markazida 2 dan 4 gacha, 4 dan 6 gacha darsim bor. Uni ham o'tamanda. Keyin yana Yunusobodda boshqa joyga, Alaysk tarafga, yana o'quv markaziga boraman. U yerda yana darsim bor. Xullas, ertalab F2,
keyin F6, keyin F9, F8, yana F8. Ular jarayon shunaqa. Obedgacha ozgina vaqtim bo'lsa, F4 dan darsligimni tugatib qo'yaman. Shu bilan kechqurun 9:30, 10 dan keyin kelardim metroda so'ppayib. Jarayon shunaqa edi. O'zimdan qoniqardimmi desa, uncha qoniqmasdim. Oxiri qanaqa bo'lishini ham bilmasdim, lekin davom etayotgandim. I was just not stopping. Shu 2022-yil yozni oxirlariga kelib turib, men Oxford Brooksdan mentor bo'laman dedim. Ya'ni kimdirlar birovning o'rniga yozib beryapti. Nohaq diploma beryapti. Buni to'g'irlash uchun, demak, to'g'ri mentor bo'lish kerak deganman-da. O'zim mentorlik sertifikatini oldim. Shogirdlar chiqarishni boshladim, diplom olishni boshladik. Va ungacha o'sha ACCA dan natija ko'rsatishni boshlagandim. Ko'pchilik tanishni boshladi. Oddiy mikrofonsiz, hech qanaqa tayyorgarliksiz, montajsiz qilingan YouTube videolarim o'sha paytdagi Millat umidi universitetining rektori ko'rib qolib, ish taklif qilganlar va universitetda ishim boshlangan. Oddiy narsalardan. Ya'ni Akfadan ketdim, nima bo'lishini bilmayman, ichimda afsus, nima bo'lsa bo'lsin deb videolar yozyapman. Hammasi raw, xom videolar hammasi. Lekin faqat ma'no borda videoda. Videoni oxirigacha ko'rishga meni ham sabrim yetmaydi hozir. Lekin oxirigacha ko'rsa ma'no bor edi. Oddiy narsalardan, demak, imkoniyatlar kelishni boshlagan. Xullas, 2022 kuzdan boshlab men Millat umidi universitetida, demak, full time ishlab kelaman. Hozirgacha va xudo xolasa davom etadi bu ham. MUda darslarni boshladik. O'zimga joy kerak deb Bunyodkor stadionidan alohida xona oldim, dars o'tishni boshladim. Grafikim juda ham busy edi. Asosan obedgacha universitet darslari, obeddan keyin kurslarim edi. Instagram SMMni ham boshladik. Bu ham juda ham oddiy bo'lgan. Assalomu alaykum ahli ACCA. Men Abdulkarim Rustamov, ACCA affiliateman. Odamlar ustimdan kulsa-chi, hali professional emasman-ku. Gaplarim zerikarli chiqsa-chi. Ko'p yillar aynan mana shu savollar bilan ijtimoiy tarmoqlarda video yuklashga jur'atim, ya'ni duxim yetmasdi. Hammasi mana shu kitobdan keyin o'zgardi. Qo'llarim shuncha ko'ringanda videoda. Va yuzimni yarmi fiolet rang, yarmi ko'k rang bo'lganda, RGB'lar bilan. Aynan mana shu 22-yil yozni oxirlaridan boshlab moliyaviy sharoitim ancha yaxshilanishni boshladi. 23-yilga kelib turib, men F3 dan onlayn gruppa ochganimda, ishonasizmi? Abdulkarim Rustamovning eng oxirgi F3 gruppasi deb ochganman-da men buni. Birinchi demo lessinga adashmasam 70 kishi qatnashgan. Keyin kamayib 25 kishi qolgan onlayn gruppaga. Shunda tushunganmanki, onlayn ta'limda ham hali O'zbekistonda katta ishlar qilsa bo'ladi. Qish bilasizlar juda ham qattiq keldi. Hamma onlaynga o'tib oldi. Va men ikkinchi yana bitta qaror qilganman. O'rtoqlarim bilan turardim kvartirada. O'zim kvartiraga chiqaman deganman. Ya'ni birdaniga oyiga $80-90 berib bergan odam $600 rasxodga chiqib olardi. O'zim chiqqanman. Va maqsad nima bo'lgan? Maqsad, men o'zim bitta uyda turadigan bo'lsam, o'zimni rejimim bilan, o'zim xohlagan paytda xohlagan darsimni yozaman, xohlagan ishimni qilaman va men onlayn produktlarimni ko'paytiraman degan niyat bor edi. Shu maqsadda birinchi darsligim F7 ni yozish boshlaganman. Rosti F7 dan bilimim zo'r emas edi. Lekin o'zimga isbotlash uchun ham F7 dan dars yozishni boshladim. Hattoki kechqurun soat 1larda ham dars yozgan paytlarim bo'lgan. Ramazon oyi edi o'sha paytlar. Ramazon oyida masjidga chiqib kelib, namozdan keyin kelib video yozaman, ba'zan aljirab qolardim. Alaqsirab boshqa narsalar gapirgan paytlarim bo'lgan, qaytib eshitib videolarni qaytib yozgan paytlarim bo'lgan. Birinchi shunaqa bo'lar ekan. Испытательный deydimi? Ungacha meni F1 dan, F3 dan va F4 dan darslarim bo'lgan, endi F7 qo'shildi. 2023 yoz kuz F9 dan ham dars yozish boshladim. Ko'proq kontent qilishni boshladim. Ko'pchilik tanishni boshladi. Umrimdagi birinchi failim bo'ldi. Birinchi yiqilishim bo'ldi. Universitetda, mastersda, Westminster magistraturasida diplom ishidan, demak diplom ishi topshirishdan men fail bo'ldim. Bu degani qayta topshirish 1 yildan keyin bo'lardi. Uylandim,
Oxford Brooksdan o'quvchilarim diplom olishni boshladi. O'zimga bo'lgan ishonchim yana ham ortdi. F5dan ham darslar qilishni boshladim. F7dan darslarim borligi uchun endi bu bo'yicha 30 kunlik challenge, revision darslari qo'shishni boshladim. Nima deydi? Produktingiz tayyor bo'lsa, uni develop qilaverar ekansiz, uni rivojlantirish uchun ustiga qo'shib ketaverar ekansiz. Shu narsa menga onlayn ta'limning eng katta plusi bo'lgan. 24-yildan yana ko'proq natijalar bo'lishni boshladi. 24-yilning boshida men demak ACCA member bo'ldim. Bu paytda kelib turib, meni bitta F6 dan boshqa hamma paperdan darslarim bor edi. Magistraturani ham bitirdim. O'g'il farzandli bo'ldim, ota bo'ldim. Aynan mana shu o'g'illi bo'lganimdan keyin farzandni barakasini his qilishni boshladim. Har xil aptekalarga chiqib kelish, taksida borish qimmat, piyoda borib kelishga charchayman. Farzandli bo'lgandan keyin yugurgir ko'p bo'lar ekanda. Ayniqsa bir o'zingiz tursangiz. Ya'ni o'zingiz, ayolingiz va farzandingiz bo'lsa qiyin bo'lar ekan. Shunda mashina olishimiz kerak degan fikr bor edi. To'g'ri, pulim o'zimga yetardi. Invest qilgan joylarim ham bor edi, lekin mashina olish uchun hech narsa niyatim yo'q edi ungacha. Qarasak, $200 pulim bor yo'q. Sekin yig'ishni boshladik. 6-iyul mashina olamiz deb niyat qilgan bo'lsak, 25-iyul kuni yetqizdi. Otpuskamni oldim, kurslarni ko'proq o'tishni boshladim, sotishni boshladim, qarz oldik va shunaqa qilib o'zimni birinchi mashinam Cobalt olganman 24-yil yozda. Keyingi yil sotdim men buni. 24-yil yana nima bo'ldi? Jimat topshirdim. Birinchisi 650 chiqdi. Jimat 650 degani bu xuddi IELTSdan 7.5 olib turib, birdan 6.5 olasiz, shunaqa bo'ladi. Shunaqa feeling bo'ldi. Keyin qayta topshirdim, 690 chiqdi. IELTS topshirdim. Niyatim oilaviy PhD ga ketish edi. Ya'ni doktoranturaga o'qishga ketish edi. Bu uchun menga Jimat va IELTS kerak edi. O'zim xohlagan ballni IELTSdan olishim mumkin, masalan 8.5 chiqdi, lekin Jimatdan ola olmadim. IELTS 9 bo'lsa ham farqi yo'qda, yo'qda. Chunki 7.5 dan baland bo'lsa bo'ldi. U shunchaki tilni bilishingizning sertifikati. O'qishga kirish uchun esa plyusi yo'q edi menga. Hop, 25-yil Jimatni qattiq niyat qildim topshiraman deb 2 marta topshirdim, 2 martasini 700 chiqdi. Va endi tushunib yetyapman bu narsani hikmatini. Ya'ni aynan o'sha yillar meni demak chet elga ketishim yozilmagan ekan. Va xayrlisi balki qolishim bo'lgandir. ACCA'dagi maqsadim ACCA'da hamma narsa qilsa bo'ladi. Ya'ni hamma aytishi mumkin, bitta paperga 3 oy ketadi, yo'q. 1 oyda ham o'qisa bo'ladi. 15 kunda ham o'qisa bo'ladi. Meni maqsadim o'zimni postlarim, videolarim, ta'lim berishim bilan ACCA'da hamma narsaning iloji borligini ko'rsatish edi. Birinchi paperda masalan 3 ta paper topshirib o'tsa ham bo'ladi. ACCA'ni 1 yilda bitirsa ham bo'ladi, 1,5 yilda member bo'lsa ham bo'ladi degan narsalarni. Va bu narsani qisman universitetda ham erishdim. Ya'ni hozir 2026-yil bo'lgan bo'lsa, universitetdagi o'quvchilarim orasida, mana bitiruvchilar orasida ham 9 ta paper borlar bor. 3-kursni bitirganlar orasida ham 9 ta paperni olganlari bor va hattoki endi 2-kursni bitirgan bo'lsa ham 9 ta paperni olib universitetdan diplom kutayotganlar ham bor. Ya'ni niyatim shu edi o'zi. O'zimga o'xshagan odamlarni ko'paytirishadi va qisman erishyapman bunga. 2026-yilda nimalar bo'ldi? 2026-yilda yana PhD ketaman degan niyatim bor edi. Topshirdim. Bir ikkita joydan otkazam oldim. Qabul qilinganlar orasida menga eng ma'quli bu Shvetsariyadagi, Jenevadagi, demak, School of Management edi. Swiss School of Management meni o'qishga qabul qildi. Yaxshigina grant berdi. Agar o'zim ketadigan bo'lsam, $7,000 rasxotim bor edi. Lekin oilaviy ketadigan bo'lsam, ayolim, bolam bilan unda $52,000 rasxotim bo'lardi. Va bu ham oddiygina masalan bankka qo'yilgan pul emasda. Bilasizlar, bankka masalan 1 kunga qo'yib berishadi. Shotingizga, hisob raqamingizga pulni. Unaqa emas edi. Men uchun oxirgi 6 oylik aylanma kerak edi. Xo'p, menda qoida bor. Agar biror joyga ketadigan bo'lsam, oilam bilan birga ketaman yoki ketmayman. Shu sabab o'yladik, qolishga qaror qildim. Ozgina vaqt o'tsin, balki bundan ham yaxshiroq variant chiqib qolar.
yoki yaxshiroq grant chiqib qolar degan niyatda. Mana 26-yil yozga kelib turib, ACCA'ni 9 ta paperni hammasidan darslik yozib bo'lganman. Va ba'zi darsliklarni bir necha xil yozganman. Masalan, Financial Accounting F3 paper bo'yicha 22-yil darslarim bor, 23-yil darslarim bor, 25-yil darslarim bor, revision darslarim bor. Ular hammasi update bo'lyapti. Har bitta F paper bo'yicha revision darslarim ham bor. DPFR kurslarim bor. Hammasi onlayn produktlarda. O'zimni 4 yillik orzuyim o'quv markazimni ochdim, MFA Academy'ni. Masters Finance Academy 26-yil mayning oxirida ochildi. Uni maqsadi ACCA'dan eng sifatli ta'limni hayotga maksimal yaqinlashtirib, maksimal bog'lab, eng sifatli ustozlardan olinishi bo'ldi. Ya'ni o'quvchi keladi, o'quvchi masalan ustozim nimaga erishgan desa, men javob bera olay. O'quvchini любой savoliga, masalan, o'zini o'qiyotgan paper bo'yicha bo'ladimi, boshqa paper bo'yicha bo'ladimi, hayotdan bo'ladimi, javob topib bera olaylik. Bu edi maqsadimiz. Va imtihondan любой ballni olsa bo'ladi degan missiyani demak amalga oshirishadi. Mana shu paytgacha bitta ACCA'ni o'zida men hech mubolag'asiz ayta olaman, 1000 dan ortiq demak o'quvchilarni, shogirdlarni o'qitganman deb. Va ACCA bo'yicha O'zbekistondagi onlayn sotuv bo'yicha ham number 1 selling tutor o'zim bo'laman. Oxirgi 5 yil ichidagi O'zbekistondagi yagona 100 balam, ACCA paperlardagi yagona 100 balam aynan shu shogirdlarim orasida bo'ldi. O'quvchilarimni, kuzatuvchilarimni hammani demak o'zimdan ham tezroq, o'zimdan ham yaxshiroq men qilgan xatolarni qilmasliklari uchun demak o'zimni opitimni aytib kelaman, tavsiyalarimni berib kelaman va qilayotgan ishimdan xursandman xullas. Universitet miqyosida ham aytishim mumkin, mana shu yil 2026-yil 54 ta kishi bitirayotgan bo'lsa universitetni, shundan 11 tasi universitetda hali bitirmay turib Big Four'dan offer olishdi. Bu aniq fakt, ya'ni ismlar bilan aytib berishim mumkin. Videodan maqsad nima edi o'zi? Ya'ni shuncha gapni aytib, bundan nima foyda deyishingiz mumkin. Keling summary qilamiz. Ota-onam farzandlarimiz o'qisin, yaxshiroq ta'lim olsin deb qishloqdan shaharga kelishgan. Nimagaligini bilmasdan, ko'p savol bermasdan ingliz tili kursiga borishni boshlaganman. Va o'zim bilmay turib, bexosdan omadim kelib, viloyatda birinchi o'rinni olib qolishim 7-sinfda menga ingliz tiliga fokus qilishimga yordam bergan. Keyingi yili birinchi o'rinni ola olmay qolishim esa menga maktabdan faqat 5 olish, faxriyroq olish asosiy fokus emasligini tushunishim uchun yordam bergan. 2014-yildagi IELTS ustozim bizanikilar nafaqat 3 ta o'rinni, balki birinchi 10 ta o'rinni egallash kerak degan gapi menga shunchaki yonilg'i bo'lgan. 15-yil qo'limga bexosdan berilgan o'sha grammar kitob ham bir turtki bo'lgan. 16-yil 2 marta xullas IELTS olgan bo'lsam, ikkalasida ham 7,5 chiqib qolishi, kutgan balimni, niyat qilgan balimni ola olmasligim menda butun alamimni, ichimdagi barcha narsani olimpiadada chiqarib berishimga turtki bo'lgan. Olimpiadadan birinchi o'rinni olishim esa menda Westminster imtihonida 150% ishonch bilan, confidence bilan qo'rqmasdan ishlashimga turtki bo'lgan. ACCA kurslarini qimmatligi va qanaqa o'qitilishini ko'rganim menga self study qilishga turtki bo'lgan. ACCA'dagi har xil yolg'onlar, yolg'on reklamalar, bo'rttirilgan faktlar menga shu narsani to'g'risini yetkazib berishim uchun turtki bo'lgan. Kvartiradan hovliga chiqishimiz esa men aslida kim bo'lib yaralganimni, ya'ni haqiqiy ustoz bo'lib yaralganimni tushunishim uchun birinchi qadam bo'lgan. Westminsterda muhiti erkin qo'yib berishi, hamma sharoitlari menga o'zimni discover qilishim uchun yordam berdi. Akfadagi o'rganganlarim, ishim esa menda o'rgatayotgan paperlarimni hayotdagi misollari bilan tushuntirishim uchun turtki bo'ldi. Ustozimni gaplariga kirib, o'zim xohlamasam ham Instagram ochishim menga auditoriya bilan gaplashish, dars paytida bir xil emas, demak, monoton gapirmaslik uchun va qiziqarli dars o'tishim uchun yordam berdi.
Va bu yo'lda chiqargan bitta videom mani universitetga ishga kirishim uchun turtki bo'ldi. Akfadan endi ketib dars berishni boshlaganimda operatsiya bo'lganim esa menga hozirga kelib turib onlayn ACC kurslar desa O'zbekistonda hammani xayoliga Rustam Abdulkarim kelishiga sababchi bo'ldi desam bo'ladi. Xo'p, bu videoni ko'rgan o'zimga nima maslahat bera olardim? Nima value bo'lishi mumkin? Odamni ota-onasi va eng yaqin odamlari biladi. Va harakat qilishimiz kerak. Nimadir o'qishni xohlayapmizmi, nimadir o'rganishni, qayerqadir borishni xohlayapmizmi, ota-onamiz bilan yaqin bo'lib turib, ularga tushuntirishimiz kerak. Hozir ko'pchilik aytadi-ku, ota-onam meni tushunmaydi. Yo'q, tushunishadi. Biza tushuntirishni bilmaymiz. Men baxtliman deb ayta olaman, chunki ota-onamga nima o'rganaman desam hech qachon yo'q deyishmagan. Va bundan demak, hozirgi yoshlar nimadir o'qimoqchi bo'lsa, o'rganmoqchi bo'lsa, buni o'zlari ota-onalariga tushuntirishlari kerak. U uchun esa birinchi o'zlari bilishlari kerak nimaligini. Masalan, hozir ko'pchilik savol beradi-da, ACC o'zi nima deb so'rashadi. Hali ham biroz jahlim chiqadi. Sababi ACC nimaligi haqida YouTube'da, Instagramda, Telegramda 5 yildan beri kontent qo'yib kelamiz-da, hammasi tayyor turibdi-da. Ozgina izlanishga erinib mendan so'rashyapti. Shunaqa bo'lgandan keyin ota-onasi so'raganda ertaga nimaga o'qiyapsan, buncha pul senga nimaga kerak desa, bilmadim deydi, to'g'rimi? Shu uchun ham aytamanki, ota-onangizga yaqinroq bo'ling. Ota-onangizga niyatlaringizni aytib turing. Niyatlaringizni ota-onangizga tushuntirishingiz uchun o'zingiz oldin yaxshilab o'rganing o'sha narsani. Nima u? Kim bo'lasiz ertaga? Nimalarni o'rganasiz? Necha pul ketadi? Ochiq bo'lgan yaxshi baribir. Ikkinchisi, meni hamma og'ir bosdi deb biladi-da. Hech his qilmasa kerak deydi. Shogirdlarim ham teacher deydi, siz juda ham calm odamsiz deydi-da. Yo'q, unaqa emasman. Mana uyda qanaqaligim yaxshi bilishadi. Stress yetarlicha menga ham ta'sir qilgan. Ko'p holatlar bo'lgan. Bitta narsa, nimaiki bo'lsa, shuni to'g'ri qabul qilish kerak ekan. O'xshamayaptimi? Hikmati bor. Siz boringizni beryapsiz, harakat qilyapsiz, natijasi bo'lmayaptimi? Demak, yaxshiroq nimadir kutib turibdi sizni. Men bu narsaga maktab paytidan, yoshligimdan beri bir necha marta to'xtovsiz xullas hozirgacha ko'rib kelaman isbotini. Jimat o'xshamani, IELTS o'xshamadimi? Olimpiada o'xshadi. Olimpiada o'xshadimi? Westminster o'xshadi. Ketaveradi, ularni ketaveradi. Zanjirni siz yaratmagansiz. Zanjirni yaratuvchisi mukammal zotda. Siz faqat ishonishingiz kerak. O'xshamayapti-ku deb hamma narsadan ko'nglingiz sog'maslik kerak-da. Nimadir o'xshamayaptimi? Boshqasini o'rnab ko'ring, harakat qilib ko'ring. Albatta o'xshaydi. Siz 1 yildan keyindir, 6 oydan keyindir tushunib yetasiz. Ha, rostdan ham yaxshilikka bo'lgan ekan shu narsalar degan narsaga. Agar videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, men sizga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi bitta yigitni boshidan o'tganlarini, tim bo'li o'zidan ba'zan zerikarli bo'lishi mumkin, eshitish oson emas. Rahmat sizga. Shu paytgacha ko'rdingiz. O'ylaymanki, siz o'zingiz uchun ham qanaqadir xulosalar chiqardingiz. Bunaqa ekanda, mana qilishim kerak ekanda, qilmasligim kerak ekan degan xulosalar chiqargan bo'lsangiz, men videoni maqsadiga erishgan bo'laman. Va xudo xolasa, bundan keyingi videomda men o'zimni yoshligim bilan emas, balki mana shu videom bilan solishtiraman. Ya'ni 26-yilgacha men bu holatda edim. Endi men bu holatdaman degan videoni chiqarish niyatim bor. Ko'rishguncha sog' bo'ling.